Bo'ldi, mayli, gunoh ish qilibsiz, jinoyat qildingiz. Bo'ldi, esdan chiqaring, tavba qiling, qaytib qilmang. Qaytmang gunoh. Qaytmang unga. Eslab yurmang. Kimdir sizni xafa qilgani, bo'ldi, kechirgan bo'lsangiz kechirdim deng, esingizdan chiqaring. 3 kundan ortiq azoblashish mumkin emas. Kechirmasangiz ham hech narsa o'zgarmaydi, esingizdan chiqarmang. Mana kechirmadingiz, qalbingizda husumat paydo bo'ladi. U odamga buni hech qanday zarari yo'q. Lekin Sizga zarari bor. Bitta ishi o'xshamadi. Endi yangidan boshlang. Va bitta joydan sizni ishdan bo'shatdi. Assalomu alaykum, sog' bo'linglar. Bo'ldi. ularga qanaqadir yomonlik Yo'q, uni nima qilasan yopishib? Bir joyda sizni xohlamayapti. Eng yaxshi yo'li ketish kerak. Uni o'ylab yurish kerak emas. Siqilib, men senlarga ko'rsatib qo'yam. Yo'q. Mana shu asabiylik keltirib chiqadi. Bemormisiz? Palon payti agar men mashinani chapga burganimda, avariya bo'lmas edimda, keyin belim sinib, mana bu bemorlik bo'lmas. Unaqa emas. Bo'ldi. o'tib ket. O'tdi. Oqadigan suv oqib ketdi. Endi u suvni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Sizga xiyonat qildi boyagiday. Kechiring, yaqinlashtirmang. Chunki taqdirlar yozib bo'lingan. Siqilsangiz ham shu taqdir, siqilmasangiz ham shu taqdir. Siqilsangiz 2 karra ziyon ko'rasiz, siqilmasangiz bundan tezroq chiqib ketasiz.